Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli chorva boqadigan, chorvaga qiziqadigan akalar. Xudo xolasa bugungi videomiz o'rinli, bir manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa videolarimiz nima deydi, qo'chqor boqaman, qo'y qilaman degan akalarga, qiziqqan akalarga qo'chqorlarimiz kelgan. Mana boqma qo'chqorlar, hammasi boqma qo'chqorlar. So'ylaydigan emas, boqadigan qo'chqorlar kelgan. Shularni bitta video obzorini qilib ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Mashhuramizdan xo'p boshlaymiz. Bizga obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib, like bosib bersalar, xudo xolasa. Turinglarchi qani. Xo'p, qo'chqorlarimiz mana. Hali pardoz ham qilinmagan qo'chqorlar. Ketlari ham yaxshi holatda. 6 oy yoki 7 oylik qo'chqorlar. Hali pardoz qilishiga ulgurmagan. Endi pardoz qilish qanaqa qiyiladi, netiladi deyshadi. Men o'zimcha aqlim yetmaydi, lekin shu keladi, sotamiz. Shu o'sha har doimgidek nima deydi? O'zimni fermachamdan, kichkina mini fermachamdan video chiqaraman. O'zi ko'pchilik ko'rib bilishadi. Hop, bu tomonda 5 ta bo'ladi. Bu tomonda qo'ylarim, bu tomonda ham bor 7 ta 8 ta qo'chqor. Hammasini bitta joyga olaman deydigan akalarimiz bo'lib qoladi. Hop, qani. Qo'ylarimiz 90. Hop, mana. Qo'chqorlar kaltabas. Qo'chqorlar uzun qo'chqorchalar. Mana. Qo'chqorchalar. Yevichlarga keladigan bo'lsak, yevichlari o'ta ham go'zal. U yevichlari o'ta ham zo'r. Go'zal, bitta ham narsa qoldirmaydi. Oxirida yevichiga garantiyasini beramiz. Xo'p, mana. Bu ko'ramizda ham bir xilla qo'chqorchalar, kaltabas, uzun qo'ylar, xusori qo'chqorlar. Bu ko'ramizda ham bor, mana. Xo'p, qo'chqorlarimiz mana. Yangi qo'chqorchalik, nima deydi, boqib, semirtirib, foydalanaman deb sotaman degan akalarga sotiladi. Dehqonmiz, dehqon uyda turibdi. Biz bilasizlar, biz drabilka sohasidamiz. Drabilka chiqaramiz, drabilka sotamiz. Ora-orada qo'chqor ham kelib qoladi, shunaqa qo'chqorlar. Juda chiroyli, uzun qo'chqorlar olamiz. Rosa boqma, boqiladigan qo'chqorlar olamiz. Pishgan qo'chqor bas, boqiladigan, boqib foydalangani sotishadi. Kimga zarur bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa chiroyli qilib qo'ylarni ko'rsataveramiz. Keladiganlar bo'lsa, qo'ylarni ko'rsataveramiz. Kimga zarur bo'lsa, shunday qo'ylar aloqaga chiqaverasizlar. Like bosib, obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.